5-ci bab. Hər qitimliq baş ruhani kişilər arasından tanınıb, öz xalqiga vakolatan Xudoga xizmat qilishga tayinlanib, ularning Xudoga atalgan hadiyalarini va gunohlari uchun qilgan qurbonliklarini Xudoga sunudi va Xudoning yo'lini bilmay, yo'ldan chetinganlarga muloyimlik bilan muomala qila oladi. Chunki uningmi nurg'un ojizliklari bor. Shuning uchun u xalqining gunohlari uchunla emas, o'z gunohlari uchunmi qurbonlik sunishi kerak. Hech bir kishi bosh ruhoniy martabasiga o'zlikdan erisholmaydi. Faqat Harunga o'xshash Xudo tarafidan chaqirilgandila bu martabaga erishalaydi. Xuddi shuningdek İsa Mesihmu bosh ruhoniy martabasiga o'zligidan erishgan emas. Balki Xudo uni tayinlab uningga "Sen mening o'g'limsan. Bugun men sening otang ekanligimni jakarladim" degan. Muqaddas yozmalarning yana bir yerida Xudo uningga "Sen Melkisedekqa o'xshash tartibda tayinlangan mangulik ruhoniysan" degan. İsa Mesih yer yuzidagi vaqtida o'zini o'limdan qutqizalaydigan Xudoning oldida qattiq yig'lab turib, ko'z yoshlari bilan duo tilovat qilgan. Uning ixlosmandligidan duolari Xudoga yetgan edi. Gerçi u Xudoning o'g'li bo'lsa-mu, azob chekish jarayonida itoatman bo'lishni o'rgandi. U mana mushundaq butunlay itoatman bo'lg'ashqa, mukammal bosh ruhoniy bo'lish o'tisidan chiqib, o'ziga itoat qiluvchilarning hammasi uchun mangulik qutqizilish manbasi bo'ldi. U Xudo tarafidan xuddi Melkisedekqa o'xshash tartibda bosh ruhoniy qilib jakarlandi. Bu haqda aytishga tegishlik nurg'un so'zlarim bor, lekin tushunay demay anglab qo'ysanglar, buni sizlarga tushuntirish tas. Gerçi sizlar olli burun ta'lim berguchi bo'lishga tegishlik bo'lsanglarmi, biroq amaliyotda sizlar yanila boshqalarning Xudoning so'z to'g'risidagi asosiy bilimlarni boshdan o'rgatishiga muhtojsizlar. Demak, sizlarga yemaklik emas, balki yanila sut kerak. Chunki faqat sutga tayinganlar bu vaqtdan farqsiz bo'lib, ularda haqqoniyat haqidagi ta'limlarni egilash tajribasi kamdir. Yemaklik bo'lsa, yetilganlar uchundir. Chunki ularning eng yetilish jarayonida yaxshi yomonni farq etishga ko'ngandir.